Inklyuziv ta'lim har bir bolaga teng imkoniyat yaratishga xizmat qiladi. Bu yondashuv bolalarning jamiyatga moslashuvi, tengdoshlari bilan muloqoti va har tomonlama rivojlanishda muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda 22-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida inklyuziv ta'lim va logoped faoliyatiga bag'ishlangan seminar tashkil etildi. Inklyuziv ta'limga muhtoj bolajonlarimizni tezroq oramizga, jamiyatga qamrab olib, ularni ham sog'lomlashtirib, oramizga qo'shib, jamiyatga faqat sog'lom bolalarni yetishtirib berish. Seminarda ota-onalar, maktabgacha ta'lim tashkilotlari logopedlari, pedagoglar va psixologlar ishtirok etdi. Unda alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalar bilan ishlash, ularni qo'llab-quvvatlash va jamiyatga moslashtirish masalalari muhokama qilindi. Tadbir davomida inklyuziv ta'limning maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ahamiyati haqida ma'lumotlar berildi. Inklyuziv ta'lim guruhlarida bolalarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holatda amalga oshirib boriladi. Chunki har bir ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni ma'lum dastur asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, pedagog va ota-onalar hamkorligining muhim jihatlari haqida ham fikr almashildi. Tashkilot logopedi yil davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot taqdim etdi. Unda nutq kamchiliklarini aniqlash, individual mashg'ulotlar o'tkazish va ota-onalar bilan olib borilgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Seminar davomida ishtirokchilar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Shuningdek, uchrayotgan muammolar va ularning yechimlari yuzasidan taklif hamda tavsiyalar berildi. Tadbir savol-javoblar va amaliy tavsiyalar bilan davom etdi. Seminar mutaxassislar o'rtasida tajriba almashish va kasbiy ko'nikmalarni oshirish uchun muhim maydon bo'lib xizmat qildi.